kritikani o'zimga qabul qildim. Man ketmadim o'sha kuni 4,5 mingga qo'yadigan servisga. Menda pulim yo'q bo'lsa ham qarzga bankdan qarzim bor, necha to'lanadi pul. O'zimda ham pulim bor edi, mashinadan pul kelib qoldi. 4,5 mingga qiladigan narsalarni xitoylik hammasi kitayskiy nimalarni qo'yardim, dam filtr masalalarini qo'yardim. Rossiyani qo'yadigan masalasi bor. Suvga o'xshaydi. O'zim shuni necha yildan beri qo'yaman, 3 yildan beri mashinalarimni qo'yaman-da. Keyin mashinalardan ko'p narsani talab qilaman. Xo'p, endi men uni bordimda o'sha avtoservis yaxshi, elitni avtoservis ekan. Ham magazin, avtozapchast sotadi, ham masterskoy bor ekan-da, katta joy, katta zonada. Bitta kirishda mashina, men rasmiy bor, keyin xohlasanglar ko'rsatib boraman qayerga kirganim. Avtorus degan anaqa avtoservis. Bir kirishda mashina 50 ta 60 ta mashinani bitta nima qilishda katta podyomklar bor, hammasi 50 ta 60 ta avtoservis qiladi mashinani. Kirgizib remont qiladi-da, masterlar ham hammasi porядочный, odamlar ishlaydiganlari porядочный, hammasi muammolar zo'r. Mashinamni olgandan keyin ichlariga salafandik anaqalarni kiygizib, rullarga salafanlarni kiygizib, kirib bo'lmaslik uchun olib kirib ketishdi-da. Hayron qoldim. Mana servis dedim-da. Kelsam ham keyingi safar qachon kelaman dedilar. Xo'p, 4,5 mingga qo'yadigan tovarim mana 11 ming 12 mingga aylandi. 11 ming 12 mingga aylandi. 4,5 ming narsa originallarini qo'ydim. O'zim havoladigan salonli filtrda antibakterialnichdan qo'ydim. Motor dvigatelga qo'yadiganda uni ham originaldan qo'ydim filtrda. Ayman o'zim mashinamga o'zim yuribman-ku, boshqa kishi yurmaydi. O'zim haydab yuribman-da shunda. O'zimda jalga qilaman. Hozir o'zimda jalga qilmadim-da, lekin mashinamga jalga qilyapman. Endi bu sferakam yaxshi ko'zimda qaratyapman. Shu endi mashinalarimni ham xudo xolasa eng yaxshi servislarda, eng yaxshi masla qo'yib, eng yaxshi texnik ko'riklardan o'tkazib yuraman xudo xolasa. Mashinam ham shunga yarasha keyin menga xizmat qiladi. Sizlarga maslahatim, arzon joylarga uchmanglarda, pul yo'q deb nolmanglarda, pul topiladi pul. To'slar, agar u mashinani eski zapchast, ishlatilgan zapchast, kitayskiy zapchast qo'ysanglar, baribir kelib bir kun emas, tez orada mashinangiz ishdan chiqadi, sizda asabingiz buziladi, siz nervsiz qilasiz. Sizda qancha nerv ketadi, yana pul ketadi, yana shuncha pul ketadi, yana qaysidir almashtirishga zapchastini. O'sha uchun bo'ylab to'g'ri ishlardan bo'larkan, eng yaxshi serviskada bo'yladi nimasida, Mishlenyas. Eng yaxshi servisga borarkanda, eng yaxshi originallardan qo'yarkanda, hech mashina o'rtmay, mashinasini maza qilib haydab yurarkan. O'zimiz ham davay shuna qilamiz. Mana pastda turganlar, biz hozir pastdamiz, bir qaraymiz, bo'yla qanday ishlatganiga havas qilamiz.